Nimaga zinada yog'ochlar bo'lak holatda bo'ladi? Yaxlit yog'ochinglar yo'qmi deb. Yaxlit yog'och bor. Mana bu sushilkadan chiqqan kesilgan yaxlit yog'ochlarimiz, bu ham qayrag'och yog'ochlar, lekin birinchi navbatda bu yog'ochlar mana shunaqa holatda bo'lib chiqiladi. Undan keyin zamok qilib hammasi mikrochipda shunaqa ulanadi va mana shunaqa ko'rayotgan yaxlit holat qaytadan bo'lib, qayta yig'ib chiqilinadi. Bu nimaga? Yog'och tabiiy narsa bo'lgani uchun vaqt o'tgandan keyin ming zo'r qurigan bo'lsa ham zinada lo'pillashlar, yurganda g'irchillashlar kuzatiladi. O'shani oldini olish uchun aynan o'sha texnologiya asosida qilamiz. Va mana bu yerda ko'ryapsizlar, zagodovkadan chiqqan stupenkalarimiz. Mana shunaqa 1,5 santimetr qalinlikda splashnoy kesilgan yog'ochlarimizni stupenkaning ustiga qoplaymiz va hozir mana shu kadrda ko'rayotgan zinanglar aynan shunaqa sendvich uslubida 2 qavatli holatda yasaladi.